Eşlerinize satılgan yok mu? Madumar direkt geliyor da sende. Provokatsiya bu. Provokatsiya bu. Provokatsiya qilib o'tasan sen. Tushundingmi? Hech narsa berilgan yo'q. Millimotsi kelchi bor. Madmaz ne diyeceğiz ona? Ağzını eletsen, kaygırı attın. Ağzına geçen yetilip gitti. Biz de açtan kırı vermedi, akşam olmadı. Evet, ben o kalma kaygırı attın. Akşam aç degenler kilip getirdi. Biz yakalmadık. Aç demeye kaldım da kaygırı attın. Para tamamın için kelime al. Betiyor. Neler turgan elbin var. Pasan kanası sizlerden turgan için oldu. Ne tarafta atarsın? El buzar. Aydın da be. Az girer tezgah. Pardon açtı mı? Kulaklar güzel Kaç geliyorsun? Ya taraftaysın. Ne oldu? Gelgen yok. Gelgen yok. Provokatsiya qiluvdi. Bo'ldi bilan, bo'ldi. Bo'lsa to'xtamaydi mana. Oqsoqollar, yaxshi qaranglar. Bitta oqsoqollar turib. Yaxshi qaranglar. Elni bo'lmoqlar. Oqsoqollar turib. Kim qaydi kun chiqmay? Bayatdan beri. Patsan gelen deb xato olmaz. Uyatda, şolarda aytmaysınlar be. Patsan kelemiz degenlerdi. Uyatda. Bo'ldi. Hep yerdim. Ne diyor? Örtüme qo'ydilar. Hurmatda eng jo'g'ri turadi. Давайте provokatsiya qildiradi. Bo'ldi. Provokatsiya qilmaydi. Men qilmaydi. Uch qilsa mana qara turadi. Salqacha plakatlarni qo'ydi. Bu yerda birov familiyasi plakatda turganlar. Hamda bo'lsa, bizga qarshi so'z yo'q bu yerda. Shundiqda javob qilgan bu yerda.